Xudo ber. O'zingizga ruxsat bersiz. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Sizlarga ham bo'lishkim keldi. Demak, bugun jonli uchrashuvimizdan lavhalarni va savol-javoblarni, demak, savol-javoblar va ozgincha tema ham o'tib beraman. Hozir kelganlar kelaveradi. Xo'p, aynan hozir sizlarda mana nima Ferzi siz bilan tanishamiz-da. Qizlarimiz ham bilamiz bu yerdagi. Demak, siz necha yildan psixologiyadasiz? 4 yildan beri. Yaxshi. 4 yildan beri, siz 4 yildan beri aniqladingizmi? Nimadir angladingizmi? Anglamadingiz? Videodan qo'yib. Yo'q, ular qo'yma. Yaqinroq o'tirib ol. Qachon tushunishni boshladingiz? Menga yana qalbim sakinat kelgandan keyin sekin tushunishni boshladingiz. Qalbim xavotirda edi, qo'rquvlarim kuchli edi, xotirjammas edim. Mana shu nima desam ekan, o'zimni tushunmas edimda, tushunmas edim. O'qish kerak ekan deb o'qiyveradi. Mana shunaqa edi. Men o'qishim kerak, lekin psixologiyani anaqasini tushunmas edim. O'zi tegida negizini tushunmas edimda. Mana endi hozir qalbim sakinatda o'qiyapman. Alhamdulillah deyman. Buni ham kechirib rahmat sizga shunaqa tavsiya qilmadilar, shu ko'rganimda Instagramda ko'rib anaqa qilib sababchi bo'ldilar. Mana hozir endi Allohga hamd qilaman. Deyman, qalbim anaqada sakinati hammasi bo'ladi. Hammasi o'z vaqtida bo'lib ketaveradi. Zo'r. Demak, anglayapsiz va asosiy biz demak, qalb sakinatida bolalik, ota-ona nimalari bilan nima qilishimiz kerak? O'zi aslida agar aytadigan bo'lsak, ruh bir отдельный tema. Ruhimiz, inson ichidagi ruhimiz, qalb отдельный. Qalb, ichki bola bir отдельный temalarda, ichki men, ichki bola. Mana shu qatlamlarni ishlab chiqqanimizdan keyin ichki ruhiy missiyaga borar ekanda inson. Endi buni to'liq ayol farovonlikda yoritib beraman. Hozirgi tema boshqa tema. Xo'p, Lola, siz qachondan birisiz? Siz ham bo'lishib keting. Assalomu alaykum. Xudo xolasa yo'q, psixologiya olamida 1 oy bo'ldi. Qancha bo'ldingiz? Endi kirib keldingizmi? Zo'r. Kiravering. Keling. Xo'p. Keling, yaxshi keldingizmi? O'tiravering, qandaysiz? Bular Arabistondan kelyaptilar. Yaxshi keldingizmi? Qizlaringizni olib ko'rmadingizmi? O'tiravering. Xo'p. Demak, endi siz Lola, demak, psixologiya nimasida endi keldingiz va mana shu oxirgi 3-4 oyda, to'g'rimi? Mana biz o'qib, to'xtovsiz o'qiyapsiz. Qarang, nimani angladingiz? Xudo xolasa birinchi o'rinda inson o'zini anglamas ekan, hayotda o'zini ham topolmas ekan, mana sababim shu ko'chadan shunday holatda bo'larkanki, o'zidan kechib olish holatiga kirib kelarkan. O'sha holatdan chiqarganingiz uchun minnatdorman deydi. O'sha holatdan chiqardingiz, psixologiyaga avval psixologiyani o'rgangan desa, nima qilib nima bor psixologiyada dirdingiz? Hatkaz berganman. Xolanimni eshitib qolaman dedim. Internetda ko'rib qoldim. Bitta gapingiz ta'sir qildi. Sen o'zingni bolaliging bilan ishlading deganingizda, u to'xtab, men shu bolaligimda nima bo'lganman, nimaga degan savolni berdimda, topolmaganimdan keyin katta pul kelish imkoniyatlari ham bo'ldi. Sog'ligimni topdim, go'zalligimni topdim, o'zimni angladim, o'zimni hurmat qila bildim. O'zimni hurmat qilsam, atrof hurmat qilishini bildim. Oilamni topdim, mahalla qo'yib. Ular insoniyat ichida kundan kunga ochilyapsizmi?
o'zgaryapsizmi degan savolni eshitgan sari ham boshqacha bo'lib ketyapti. qarang zo'r. Hattoki o'sha ichimdagilarni qog'ozga yozib har bitta qadamida shukur yozadigan bo'ldim. Ana qarang, eng katta narsa-da bu shukur yozish juda zo'r narsa. Oshxonamda ham shukronalik, yotoqxonamda ham shukronalik. Hammasiga отдельный daftarmi? Yo'lda kelayotganda ham shu yerda shukronalik yozaman. Voy, mashalloh, vibratsiyalarni ko'ryapsizmi? Ko'taryaptilar-da shukrona bilan. Har bitta misqolni ham ko'z ochiq bo'lgandan ko'ra bilasiz ekan, uni qadriga yetasiz ekan. Hattoki shu nafas olganim men uchun baxtligimni his qilyapman. Sog'ligim, baxtligimni his qilyapman. Boshqasini hal qilsa bo'ladigan narsa ekan. Uni nimaga inson o'zini ongli ravishda his qila bilish kerak ekan. Bolalik travmasini desa, nima ekan bu endi? Menimcha travmada urishadi. Menimcha bola travmada urishadi. Og'ir narsa ko'z oldiga keladi, lekin uni sabr bilan, matonat bilan har bir erkakmi, ayolmi, yoshmi, qarami, yoshdan farqi yo'q. Lekin o'shani his qila bilib, o'shanga nafs ila hayrat shijoat bilan kurashsa, hayotning go'zalligini shunaqa ko'rarkanki, oddiy qishloq joyda yashasa ham undan baxtli inson yo'q bo'ladi. Aynan. Undan baxtli ona yo'q bo'ladi, undan baxtli ota yo'q bo'lar ekan. Hattoki xo'jayinim ham ayasi bundan bunga boshqacha bo'larsizmi yo boshqacha ochilyapsizmi? So'zlaringizda boshqachami desa, yana ham ahillarning o'g'illari ustoz deb turib, xudo Alloh shu so'zni menga eshittirganing uchun shukur deb. Ana qarang, erkakdan boshqacha ochilyapsam, boshqacha go'zallashyapsam desh ayol uchun. Shukronalik yozib tursam, Allohdan kelib gaplashib qolib, nima qilyapsiz? Bunga ham shu ichimdan gapirsam, maza qilardi. Va pashti meni ichimdagi gapirdi. Ketib qolsa, siz bilasizlar, nasibda kirib qoladi. Shunaqa, men bu psixologiyada masalan ko'z ochib faqat deb ko'rganman, atkaz berganman. Lekin Xudoga shukur, Allohdan shukur, borlig'imdan shukur, borlig'imga shukur. Minnatdorman sizni uchratganiga, yetkazganiga, ko'ra siz aytganiga. Bundan keyin Xudo xohlasa boraman. To'xtash yo'q. Kerak bo'lsa kelinlarimni ham o'qitaman. Xudo xohlasa. O'g'illarni ham o'qitaman. Chunki inson o'zini qay bir inson o'zini ongli ravishda bilib sezsa, unda muammo, musibat, g'am tashvish, qarzdorlik, unaqa narsalardan yiroq bo'ladi. Hattoki g'iybatdan yiroq bo'ladi. Ana, aynan g'iybatdan yiroq. G'iybat tesharkan deb aytyapmiz. Ana, qarang, g'iybat qopni teshadi. Zo'r gapirdilar. Fagina, assalomu alaykum. Xo'p, bizda qizlar yig'ilishyapti. Xo'p, yana tema o'tamiz. Xo'p. Demak, aynan g'iybat qopni teshadi va mana shu ichingizdagi kuch, energiyani o'g'irlar ekanda, qarangda, zo'r ta'rif berdingiz-da, qopni teshar ekan g'iybat. G'iybat qopni teshadi va sizdek inson ham xuddiki agar go'yoki nima qilib oladigan bo'lsak, bochka deb oladigan bo'lsangiz, energiyangizni, demak, g'iybat qildikmi teshilib qoladi va oqib ketaveradi. Siz bu yoqda nima qilasiz? Tana charchaydi, holsiz bo'lasiz. Energiya pisib qo'yadi, ani ishtiyoq yo'q, pul ham yo'q, sevgi ham yo'q, muhabbat ham yo'q, rozilik ham bo'lmaydi-da. Zo'r, siz uchun xursandman. Dilrabo, siz ham bo'lishib keting endi. Aynan psixologiya olami, aynan ichki ruhiyat deydik. Ham diniy, ham dunyoviy, aynan nimalarni bizga nima qila olasiz? Bilaman. Mana buni bilishmaydi-ku. Ana mikrofonni shunda durdanib shu muammo bilan turganman. O'shandan keyin hamma narsa уже sekin esingizda bo'lsa, nimalarni ham hammasini baravar boshlaganmiz. Esingizdami? Ana o'rganishlar baravar ketgan, ilmga kirishlar baravar bo'lgan, izlanib nimadirlar. Mendachi birinchi mana endi men o'qirdim, boshqa qilam, to'g'ri o'qitardim boshqalarni, lekin ana как trenerskiy coaching sifat Dilrabodni nima qilganmiz-da, o'qiganlar Dilrabod davay nima qiling, davay o'rganing. Nechta qizlar kirib ketishgan, lekin uzoq anaqada Dilraboga mana buni qilish kerak, buni qilish kerak
deb. man chunki o'zim ham qarasam man o'zimda ham yengillik bo'lyapti, ochilyapman, hamma narsalar sekin sekin joy joyiga tushyapti, urush janjallik kamayyapti, ana pulli kelishi qarasam ana o'zimni nimam ishimda ham lavozimlarim ko'tarilyapti, yurish turishimda qarasam keyin sekin sekin уже keyin to'xta dedimki qayerdadir keyin nimadir eshitib qolganman, psixologiya yomon ekan degan narsani sizga aytganman. Aytgansiz menga. Keyin aynib qolganman psixologiya deb. aynib qolganman. Keyin mana bunaqa keyin buyoqda anaqa tomonlama ham keyin ochildik o'shanda. O'shanda keyin bu nimani kirish uchun ham, misol uchun dinni yaxshilab o'rganishimiz uchun ham psixologiya kerakligini men tushunib qoldim. Chunki miyani tozalash kerak, ma'noni tozalash kerak. Ana o'shandagina hamma любой ilmga ochilishi uchun qoldi. Ana chunki Qur'onni ko'pchilik o'qiyman deydi, hadislarni o'qiyman deb tushunmaydi. Lekin psixologik nimalar, keling men qilib. Keling. Marhaba, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qandosh, rahmat. Hammalardan qarang so'raymiz, mana chunki bo'lishamiz, mikrofonlarni qo'yib turamiz hammamiz bir-birimizga. Demak, qarang, o'zi aslida Qur'onni ko'pchilik o'sha Qur'on o'quvchilari ham, dinni mukammal bilganlar ham stressga tushib ketadi, depressiyaga tushib ketadi, lekin psixologik turli nimalar qurolda. Psixologiya ham o'sha ilmiy bo'ladimi, ruhiy ezoterik bo'ladimi? Aynan aytamanki, men emas, endi ustozlar aytishadiki, aqidangni to'g'ri qil. Faqat adashib ketib qolmasang bo'ldi. Robbini tanib olish uchun Qur'onda bu yaxshi, bu yomondan tashqari tarix ham mana muslima hozir muslimaga nima qilamiz? Muslima endi siz davom ettirib ketasiz. Muslima juda ham ilmlari kuchli. Bular Arabistonda mehmonlar bizada. Yuzlarni yopamiz. Hammani yuzlarini yopamiz. Lekin haqiqatdan o'zim bu narsani tan oldim. Yaqinda o'zim 2,5 oycha Madinaga borib turib ozgina ilm ham olib keldim-da. Undan oldin ham 7-8 yil oldin turmushga chiqishimdan oldin o'qiganman. U paytda 15-16 yashar edim, lekin olgan ilmim yoki undan keyin ham qanchadir qisman olgan ilmlarimni yetarli darajada anglamas ekanman. Shuni ustozdan tushunardim, arab tilini yaxshi bilaman, tushunaman, o'tiraverardim, yozardim, nima qilardim, ketaverardim, lekin axir Qur'on o'qiganimda ham hattoki ko'p joylarda, ba'zi joylarda ma'nolarini tushunaman, lekin anglamas ekanman. Yetarli darajada ochilmas ekan. Psixologiyaga kirganimdan keyin anglashni boshladim. Ayniqsa bizga gumonlarimizni to'g'ri yo'lda aniq qilish uchun ham, ya'ni to'g'ri yo'nalishda o'zgartirishni o'rgatish, ya'ni o'ziga Alloh aytib qo'ygan Qur'onda, "Ana fi zanni abdi", ya'ni men bandalarning gumonidaman degan. Lekin biz gumonimizni baribir shuni bilgan holatda ham to'g'rilash yo'lini bilmas ekanmiz, misol uchun. O'sha to'g'rilash yo'lini mana shu psixologiyaga o'rgatib, anglatib, yanada miyamizni ochgandan keyin men o'zim mana 2,5 oycha o'qidim. Ustozlarimning kichkina so'zlarida ham katta ma'no angladim-da. Yana ham anglam. Haqiqatdan dedim, insonning miyasi ochiq bo'lsagina inson darsni olganda yana ham, ayniqsa mana arabiy ilmni olish uchun ham inson avval bilimini yanada ongini ochib olish kerak ekan. Tushunish uchun, angini ochish uchun. Mana shunga endi oxiri bu ilmni olish uchun ham psixolog odam o'zini miyasini, qalbini tozalashgina bu narsani yorib tashlaydigan darajaga keladi. Psixologiya shuning uchun kerak. Bo'lmasa menga ham qattiq edi. Bu ilmlarni olish, ilohiy ilmlarni qattiq edi. Endi shu narsa ochildiki, qalb shunda ochildi. Bu agar psixologiya misol uchun ilmi bo'lmaganda men yuradim. O'qish kerak, Qur'onni xatm qilish kerak. Shunaqa degan, shunaqa degan. Yuradim, uni ichiga kirib, o'rganib his qilish kerak odam unda. Bu deyman, bir narsalarni o'qisam borku, men shunda ko'zim ochib turgan paytda o'sha dunyoga boraman men. O'sha dunyoni tasavvur qilaman. Даже tasavvuriy kirib ketadilar-da ichkariga. Ya'ni o'sha tarixda kimni, sahobalarni tarixida yuraman dedilar-da, bir kitob o'qiyapman.
o'sha davrga tushib qolibdilarda man shunaqalarni ham kuzatdimda. Aynan mana Dilrabboda o'sha mana sahobalar qanday o'tgan, payg'ambarlar qanday o'tgan, mana shu payg'ambarlar qissasi o'sha davrda yurgandek his qilaman. Ularni o'tirib turishi, gapirishi, kiyim kechib yeyishigacha his qilib olganlarda. Tasavvurga kelyapti, toshli bir anaqali joyi. Shunga nima yordam bersa, psixologiya yordam beradi. Chunki ochish kerak. Boshqa yerdan olishni, bola tarbiyasi bor, uyga munosabat, qaynanaga munosabat, ishingizda ularni o'rnini topish uchun baribir psixologiya yordam kerak. Lekin o'shalarga emas, yo'q, psixologiya kerak. Bir xil aytadi, qurg'on bor-ku, nima qilamiz psixologiyani deyishdi. Lekin hozircha hamma narsa rivojlanib ketdi-da. Miyada oldin masalan 30 yil oldin qurg'on bilan ochilib mazza qilib yashab yurganlar bor, hozir ham bor. Lekin u darajagacha kirishimiz uchun bizda shunaqa sivilizatsiya shunaqa rivojlanib ketdiki, televizordan, ijtimoiy tarmoqlardan hamma yoqda ma'lumot ko'p. Mana shu ma'lumotlar bizga haqiqiy Alloh nima deyapti kalomida, bandalarga nima, mana shuni bila olmadik-da, bila olmaymiz-da. Qaysi o'rinda? Siz bilimingizni qancha onga ochasiz, voy Alloh mana bunaqa kalom bor ekan, mana bunaqa deyotgan ekan, hadisda mana bunaqa ekan, deysiz. Qancha inson o'zini anglasa, chunki ma'lumotlar bazasida bizda qanaqa zambiri bunday davrini o'zida miyamizga qancha yuklatilgan. Oddiy mana Zolushka nimasi, agar oladigan bo'lsa, kinosini oladigan bo'lsa, oddiy erkakka emasdi, turmush prinsni kutadi qizlar. Hozirda ham gelik bo'lsin, oligarx bo'lsin, boy bo'lsin. Yo'q, oddiy insonni ham shunaqa yaxshi, chiroyli san qila olasan deb o'rgatyapmiz-da. Hozir ayollar bo'ladimi, farqi yo'q. Har bitta kinoda bizda mana shunaqa miyaga, ya'ni propaganda deymizmi, dindan sal yiroqlashtirish, asliyatdan yiroqlashtirish ham bo'lgan, qaysi ma'noda-da. Shuning uchun demak biz bilimlar orqali biz aynan asliyatimizni anglab olar ekanmiz-da, aynan ruhga, qalb ruhni uyi ham deyishadi-da. Endi qalbda hissiyotlar yig'iladi. Endi hammasi ketdi. Bu ichki bola, ichki og'riqlar, mana shu qavatlarni tozalasak, ruhga, ichimizdagi ruhimiz, ya'ni ruhimiz qachon maza qiladi, qachonki Robbini aniq tanigandan keyin, asliyatga chiqqandan keyin-da. Ayni asliyatga chiqish uchun ham yo'qdagi hamma yiqqamiz-ku bizda. Travmalar deyaptilar, travma nima ekan, u nima ekan, ichki bola nima ekan, ota-ona, hammasi kirib ketadi ichiga. Hamma og'riqlarni chiqish kerak. Maqsad shu. Eng to'g'ri bu rozilik hissiga chiqib qolish uchun qadamlar. Chunki bizda juda ham yana nasliy otammi, bobom, dodammi qo'yib qo'ygan nimalar bor, e'tiqodlar bor. Yo'q, noto'g'ri. Men qaynonangni yomon deyapmanmi? Yomon. Nimaga sen qaynonang bilan yaxshi bo'lib ketishing kerak deb tursa, misol uchun onamda, misol uchun. Men onamga hozir nima qilaman? Agar meni aqlim, ongim sal pastroq bo'lsa, onam to'g'ri aytdi. Yo'q, qaynonamga men yomon, qaynonam yomon ko'rishim kerak deyman. Agar ongim bo'lmasa, ongsiz nimalarda bo'lsam, lekin onam hozir shu yerda bundoq olsa to'g'ri qilyaptilarmi? Noto'g'ri qilyaptilar. Alloh oldida ertaga oxirat desa, nimani olib boramiz? Misol uchun-da, ajrata olmayapman yaxshi yomonni. Yo'q, onajon, siz mana hozirda aytasiz, qaynonam yaxshi gapirishga. Mayli, kechirib yuboringlar, yaxshi bo'ladi, qaynonam ham yaxshi, gumonimizni to'g'ri qilaylik, devalish uchun men ongim ochishim kerak. Tushunyapsizmi? Ongingizni ochishingiz kerak. Ota-ona aytdi, bo'l, bu yomon, ering yomon, bo'l, ajrashasan. Shunaqa ota-onalar bor, ajrashtirib yuboryapti. Lekin balkim u gumonini o'zgartirsa, balkim eri bilan yaxshi bo'lib ketar. Tushunasizmi? Demak, biz qanchalik ongimizni ochirishimiz kerak. Ichki bola, ya'ni bu hammasi ketaveradi. Ota-onadan separatsiya bo'lish, ota-onaga qarshi emas, lekin ota-onadan ham xafa bo'lib qolamiz-da. Menda mana shunaqa blok qo'yganlar, travma qo'yganlar, shu uchun men er bilan chiqib keta olmayapman. Yo'q. Ota-onalar ham har bitta insonga, ya'ni bizni o'sishimiz uchun ustozlarni Alloh taolo yuborib qo'ygan. Ya'ni ota-ona bo'ladimi, eringiz bo'ladimi, udarlar orqali. Misol uchun shunaqa bo'ladi, qizini sotib yuborgan Afg'onistonga yoki Dubayga sotib yuborgan. Ana endi u qiz nima desin? Onasiga nafrati bo'ladi, otasiga juda qattiq nafrati bo'ladi. Meni ota-ona hayotimni barbod qilib, men yomon ko'raman. Menga pistolet o'q bersa, otaman deydi. Ana endi qarang. Ana endi bu ayol qachon qabul qila oladi ota-onani? Qachonki dinga, ya'ni o'zini anglab aynan shu ustozlar senga nimani o'rgatdi. Lekin bu yoq taraf yaxshi tomoni nima o'rgandingsan? Men kuchli biznesmen bo'ldim, Dubayda magazin ochdim. Yaxshi tomonlari.
sani qanday maqsadlaring bor? Men xayriyalar qilyapman. Ko'ryapsan? Demak, ota-ona buni ssenariysida mana shuni sotib olish kerak bo'lgan. Qaysidir o'rinda. Endi qarang, mana masalan shunaqa deydi, ota-onamni deydi, anaqa qilaman, ayblayman, mani erim bilan ajrashib ketishimga ota-onam sababchi bo'lgan. Lekin yaxshi tomonini ko'rchi deyman. Nima yaxshi tomoni desa, men o'zim ustimda ishladim, biznes ledi bo'ldim, mana bu yerda men maktabni ochdim, bepul o'qityapman deyshadi. Erim bilan ajrashib. Biz hammasi qaysi o'rinda dars saboqlar. Ota-onaga yopilib olishimiz kerak emas. Ular ham eski e'tiqod, isir davrida qanaqa biz qo'g'irchoqni o'ylab nima qilgan bo'lsa, masalan, 5 ta farzandimiz misol uchun qo'g'irchoq olib bering deya olmaganman. Endi qo'g'irchoq ekan, o'rtog'imni ko'ribman, berib turdirdim. Hozir biz ham bo'lib bemalol qo'g'irchoq o'ynaydi. iPhone telefon desa, sraz beryapmiz. Ota-onam davrida nima bo'libdi? Bechora ota-onam masalan, qo'g'irchoqni hattoki xayoliga ham kelmagan. Ularni materialdan yasab turib o'ynagan, faqat ish bo'lgan. Bizdan davrlar endi shuni ham hisobga, hamma tomonlama hisobga olish kerak edi. Ota-onam mandaka davrda yashadimi? Yo'q, ular ham zug'umda, qaysi o'rinda? Zug'umda. Men agar tarixga nazar tashlasangiz, Rossiya bostirib kelgandan keyin qanaqa bizni o'zbek nimalarimizda ular o'zini qonunchiligini o'zgartirishga kiritib tashlaganda, haqiqiy dinda, haqiqiy masalan shunaqa kinolar chiqdi-yu, erki 3 ta xotin bilan hammasi kelishib, sevishib yashayotgan kinolarni ham chiqarishdi-ku. Rossiya kirib kelmasdan oldin shunaqa yashashganmi desam, bir mana shunaqa buvilardan shunaqa yashashgan, hamma kelishib. Hozirchi? Yo'q, hozir bir-birini chochirib yuryapti-ku. Hozir talashku. Chunki biz demak miyamizga juda ham kuchli nimadirlar singdirilgan, ancha-muncha narsalar. Endi bu juda katta temalar, sekin-sekin ilm olib o'rganaverar ekanmiz-da. Xo'p, Durdona opa, sizda qanaqa nimalar bo'ldi? Mikrofonni oling, bir Durdona opamdan ham eshitaylik. Bilmaganda, qaysi bilmaganda moliyadan? Yo'q, aynan qarang. Farqi yo'q. Nimani tavsiya qilgan bo'lasiz? Bilim olsinmi ayollar? Qanaqa nima qilsin? Mana hozir nima aytdilarki, Feruza aytdilarki, 4 yil o'qidim, endi tushunyapman deyaptilar-da. Endi mana qalbim sakinatiga ketdilar, tushundim. Lekin ungacha men nima, qanaqa bola travmasi, qarz undan unga, bundan bunga tushunmagan. Endi bildim, demak, og'riqlarim bor. Ichki ildiz bolalik, har doim bolalik bo'ladi-da. Mana shu bolalikni yechganimdan keyin, qaysi og'riqlarimni qo'yib yuborganimdan keyin sal tushunyapman dedilar. Xo'p. Qisqacha agar aytadigan bo'lsangiz, mana 1 yil bo'ladi, xudo xolisa sizga kelayotganimga. Mana shu 2019-yildan beri o'z psixologiya olamiga kirganman mana, lekin nima qilyapman, nimani o'qishim kerak, nimani anglashim kerak. Namoz o'qirdim, namozimda даже xushu-huzur bo'lmaganda, hech qachon mana Alloh bilan qolib, dardim bilan bo'lishib, hech qachon unaqa narsa bo'lmagan menda. O'qirdim, o'qish kerak. Yo, Allohga behisob shukr, ustoz so'raganda sizni shunda Alloh ko'rsatib qo'ydi. Yo'lim ham ochilib ketdi. Bu yoqqa keldim. 1 yildan beri siz bilan birga ishlashni boshlaganimdan beri hayotimda juda ham katta narsa, juda ham yo'llarim ochilib ketdi. Aslida o'sha bo'lib o'tgan narsa, oldingi o'tmishga nazar soladigan bo'lsam, meni o'sishim uchun, demak, insonlarning udari sizni o'sishingiz uchun berilganini tushunasiz. Hozirgi kunda mana bemalol, mana даже ichim og'rimasdan ayta olaman-da, rahmat deyman-da, mana shu yaxshi ham shular bor ekan, yaxshi ham shular meni o'stirgan ekan deya olaman-da. Farzand anaqasi, mana farzand bo'yicha ham 4 ta bolam bor, ularda ham muammo bo'lardi. Hammasini tilini men tushunib olmaganman. Chunki o'zimda ilm bo'lmaganda. Ilmim bo'lmagandan keyin qanaqa men bolalarimga tarbiya bera olaman? Hozir Xudoga shukr, bolalarim nima qilyapti, даже uyimizda to'n ko'tarilsa ham уже сразу bilib oladigan bo'lib qoldim. Shu darajaga yetdimki, nima deydi? Demak, shu yerda hozir nimadir xatolik ketyapti. Tezda to'g'rilashim kerak deb, endi qanaqadirchi, nima deydi, o'zingiz xotirjam bo'lsangiz, bo'layotgan narsani sekin qabul qila olarkansiz-da. Allohga behisob shukr, mana ilmga ochib qo'yganiga shukr, sizdagi mana ustozlarni berib qo'yganiga shukr. Nima desam ekan yana? O'qiyman, faqat ilm
ilm ovurish kerak ekan. Ayol qanaqa bo'lishi kerak? Nima deb sizni fikringiz bor? O'zi ayol o'zi ayolmi? Ayol, men o'zim ham uyda o'tirgan ayol bo'lganman-da. Ko'chaga chiqib ishlab, lekin ayol o'zi xohlasa, o'zini mana ayolligini his qila olsa, hamma narsaga uspech qila olar ekan. Mana uspech qila olar ekan. 4 ta farzandlari bilan, chunki 4 ta 5 ta bilan bir xil bolalarim ko'p, eplolmayman deyshadi. Bular 4 ta farzand bilan mana uspech qilyaptilar, bilimga ishlaylar, pul topadilar, o'qishga ham, masalan, yaqinlaringiz bilan vaqt ajratishga ham, bola tarbiyasiga ham, ular bilan har bittasiga bittadan yondashuv bo'lishga ham vaqt qilsa bo'lar ekanda. Ammo o'ylarim oldin bo'ldi, ayolmi, erga tegdingmi, bo'ldi shu 4 devor, uy ishi, bola tarbiyasi deb o'ylardim. Men hech qachon hayolimga kelmagan, to'shda hozir shunaqa yurishimda, nima deydi, ilm olirish kerak ekan ayol kishi. Ilm olib o'sgan sari yon atrofingizda farzandlaringizni ham o'stiraverar ekansiz. Bolalaringiz sizga qarab ketaverar ekan. Hozir aytaman, bolalarim aytishadi-da, va oyi, umuman siz tanimay qolaman ko'p paytda. Mana bu tayyor misol, bu jiyanim bo'ladi ham ayting qizlar. Mani anaqamni ko'rganda, nima sinovlardan o'tganimni. Endi hozir o'sha qarindosh urug'larim ham aytishadi, umuman boshqacha durdonadan boshqacha durdonaga aylangansan deyishadi. Allohga behisob shukr, baribir inson mana o'g'ilmi, qizmi, hamma ilm ovurish kerak ekan. Ilm olgan sari ochilaverar ekansiz-da. Zo'r. Demak, kechirdingiz. Demak, ustozlar insonlarni bergan udarlaridan biz jertva bo'lmasdan, jertvalikka tushib olib, men xafaman, dilim og'ritdi, kutmagan edim, nimaga shunaqa bo'ldi deb yillar davomida qolib ketamiz-da. 7 yilimni yo'qotganman. 7 yillarini yo'qotibdi даже. Yo'qotganman. Mana sizga kelganimdan keyin o'sha mana rozi bo'ldim-da, hamma narsaga rozi. Demak bu bekorga bo'lmagan ekan bu narsa deb o'sha anglashni boshladim-da. Bo'lmasam qanaqa katta ustozlarda o'qiganman, hech rostdan-kasm tushunmaganman. Umuman tushunmagan, anglash u yoqda tursin, umuman dars tushunmasdim-da. Demak bu narsa bekorga bo'lmagan ekan deb mana o'sha meni xafa qilgan odamlarni astoydil mana hozir aytaman, rahmat deyman, mana shu yuragimdan chiqadi-da, o'shalarga rahmat. Chunki sizni o'stirishdi. Chunki qaysi ma'noda sizni o'zgartirishga sababchi bo'ldi-da o'sha insonlar. Chunki men o'zimni ham shunaqa bo'lgan, qancha udarlar qilishdi, qancha xafa, qancha xiyonatlar. Lekin hammasi aytaman, mana shuncha ayolga xudo shu bir narsalar bo'lsa ham o'rgatyapman deyman, alhamdulillah. Даже men deyman, o'zim xursandman, bolalarim yaxshi, даже bolalarimni ham уже nima qilaman, bo'ldi. Уже kelajak yaxshi ta'minlay olaman-da. Agar men stressda bo'lsam, men xafa bo'lsam, bolalarim nima bo'ladi? Yoki qaynonasi bilan chiqish olmaydi, yoki xotini bilan chiqish olmaydi, yoki pulda ham o'sish bo'lmaydi. Hatto bolalarimizdan ham o'ylashimiz kerak-da. Bolalar bizdan nimani olyapti, nimani kirgizyapmiz bolalarga, nima energiya beryapmiz-da. Mana shuni ular qaytaradi. Qaynotangga borgandan keyin. Xuddi shunaqa. Uzatsangiz ham. Keyin unga ham siqilib ketamiz, to'g'risida kasal bo'lib. O'shaning uchun ishlash kerak. Xo'p, marhabo, siz qanaqa fikrdasiz? Nastinka. Mikrofoningiz durdona shunday nima qilib olaylik. Mayli. Qarang, kinoga ana qilib ketgansiz, siz ham berilib ketgan ekanman-da, keyin уже hayotimda shu narsalar bo'ldi. Уже boshimda bitta emas, 3 ta qaynana. O'zlari Nastinkaga o'xshaylar. Nastinkaga o'xshaydi. Qarang, Nastinkaning kinosida qaysi edi? Rossiyani erkaklar. Keyin anaqasi bo'ladi-yu, nozik. Qimmat va Zumradni anaqasi, Marfusha. Marfushinka lovlagini bundoq bo'lib, bundoq onasi suvchilarni yoniga chiqaradi. O'shadagi Nastinka siz o'zingizni obrazingizni ko'rgansiz. Ko'rganman. Keyin 8 yil Coffee Lady bo'lib ishlaganman. O'sha yerda bitta anaqa menejer qiz psixologiyada o'qigan ekanda. Keyin aytdi, dumaloq chizdi-da, marhabo, bu dumaloqning ichida marhabo yo'q dedi. Buni polniy qaynanang boshqarayotgan ekan, sani miyangni dedi-da. Keyin men xohlamayman dedi. Men o'zimni xohlayman, o'zimni yurg'izishni xohlayman desam, ana qil bo'lmasam dedi. Bitta kursini sovg'a qildi.
o'qiganimdan keyin o'tdan chiqib ketdimda man aytdim ket bu yerdan ket deyaptida keyin aytdim oyligim 1,5 million edi keyin 5 million qilsanglar qolaman bo'lmasam ketaman desam qilolmaymiz deyishdida bo'lmasam man ishdan bo'shayman dedim qaynopamni bolalari mani nomimni hattoki shunaqa jim yurganman mani olib borib даже mani ustimdan kreditlar olib tashlashganda man indamay turganman faqat qo'l qo'yganman shu darajada man gapirolmaganman hamma narsani adab tashlasa ham mayli gapirmay gapirsam nima yomon qiz rolda bo'laman agar gapirsam manga yaxshi kuyov kelmaydi nastinka qanaqa o'rgatilgan nastinka jim bo'l o'chir ovozingni yum yaxshisiga loyiq bo'lmaysan jim bo'lsang yutasan jim ko'rasizmi qanaqa ketyapti bu yoqda obraz nastinkadagi bo'lsang sanga sandu tillalar bor agar san mana bunaqa marfusha bo'lsang senga hech vaqo yo'q bilasizmi nimalar kirityapti bizda ertaklarda kinolarda bu hammasi o'sha ssenariylarda bular nastinkani rolida bo'lganlar man yaxshisiga anaqa qilishim loyiq bo'lishim uchun jim bo'lishim kerak o'zimni loyiq ko'rmagan man marhaboni вообще unutib yuborgan ekanman qaynona uchun er uchun bola uchun yashagan ekanmanda keyin uyda ham o'tirgim kelmadida chunki 6 kun ishlardim haftada qaynonaga qarayirdim ovqatni o'zim qilardim uy ishlarini o'zim qilardim hammasiga qilardimda tanamni charchatib yuborgan ekanmanda shunaqa darajada ham farzandlarim aytadi oldingi 2 yil oldingi marhabodan hozirgi marhabodan siz judayam yosh ko'rinasiz deb farzandlarim o'zligisi aytishadida hozir yoshingiz nechida marhabo sir bo'lmasa 42 ga to'laman xudo xohlasa qarang ancha yosh ko'rinar ekanlar 35 4 ta farzandimiz bor mana bular 4 ta farzand bilan mayli roziman mani urganlariga gapir deb mani rosa peshonamga urardida qaynonani kechaginda yozdingiz chatda man qaynonadan roziman dedilar qarang urgan qaynona minnatdor bo'lyaptilarda judayam minnatdor mashalloh 10 yil kalta yeganman keyin уже u o'qigandan keyin tushunmadim man o'zgarsam demak yon atrofim o'zgarar ekan dedimda уже stop qanaqa bo'lishi boshlagan sarim qaynonam marhabo Allohim seni menga berganiga shukr keltiraman ana qarang yig'lab kechirimlar ham so'ragan paytlari bo'ldida ana qarang lekin 4 ta farzandimni ham katta qilib berdim ana qarang mashalloh shu darajada sabr qilibdilar o'zlari ustilarida ishlabdilar boshqa qilganlar o'zlari ham aytardilar marhabo yuk ko'targan yuzaga chiqadi chidab olib chidadi lekin ana qarang uyda ko'pchilik turamizda qaynopam qaynisinglim ularni bolalari qarang shuni yengib chiqqanlar mana marhabo qarang qaynagachilarni farzandlari qaynisinglarni bolalari bilan yana qaynona bilan bitta domda turishadi to'rxonali anaqada qarang mayli buni ham xayr hozir endi man Allohga topshirdim ana чтоб menga hozirgi ishlayotgan joyim yashirmayman uchastkada ana uy yig'ishtiraman man 6 oy o'sha milliy bog'da o'tirib kuch yig'ib olgan ekanmanda daraxtga suyanib shukronalar faqat yozgan ekanmanda 6 oydan keyin уже onam telefon qilib opachangni qizi uzatyapti o'shanga kreditga dazmol bilan podstavka olgin desa o'sha yerda yo'lda ketyapman onajonim man tavba qildim man boshqa kredit olmayman dedim o'zimni onamga ham olib bermayman ota onamga o'zimga ham hatto olmayman man o'zimga o'zim xiyonat qilmayman man o'zimga o'zim so'z berdim man u pulni naqd beraman deb gapirdimda uyga kelib marhabo sifatida ishlamaysan o'zingcha katta gapirib qo'yding mayli Allohimga topshirdim degan paytimda soat kechqurun 9da o'sha kuni 9da telefon bo'ldi deb o'sha ishga chiqqan deb ana qarang Alloh yetkazganini qarang keyin u yerda anaqa 150 ming berish kerak bo'lgan deb anaqa bir oydan keyin 300 ming beradi ular aytdiki menga ishing yoqdi o'zing ham yoqding 250 ming beraman dedi mabodo anaqa firma so'rab qolsa 150 ming olaman deb aytgan
shunaqa deyishdi, shunaqa xursand bo'lib ketdimda, o'sha yerda 3 kun borib, keyin ularni plastikaga o'tkazib yubordimda. Zo'r. Hali xudo xohlasa nima ham ochib yuborasiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Sizda bor shunaqa narsa. Chunki mana ko'pchilik qiladi-yu, mana shu tozalashdan keyin уже firma ochib yuboradi, ko'tarilib ketadi. Shunaqa orzu nimalar bor. Keyin bir uchastka Xudo xohlasa. Keyin bir uchastka ham nima qildingiz? Uchastka ham bir nima bo'ldi dedingiz? Yaqinda. O'tda anaqa ishxonalaridan chaqirib qolishdi-da, ishga xo'jayinim. Endi ishxonadan konkurentlar ko'payib ketdi-da, men boraman. Men aytdim, mayli Allohim xayrli bo'lsa boramiz, bo'lmasam. Chunki Toshkentdan xohladingiz. Da, mana shu Toshkentdan xohladim. Bir uchastka bularga anaqa chiqyotdilar-da, Samarqanddan 2 etajkali uchastka berishyapti debdi. Keyin bolalarim kulishdi-da. Opa, siz chetdan so'radingizmi, tog' tomondan so'radingizmi? Men aytdim, yo'q, men shahardan so'raganman. Allohim beradi, xudo xolasa deyman-da. Kulishdi-da hammaligisi. Zo'r. Shunaqa, boringizga shukur. Haqiqatan men ham 2 yildan beri shu psixologiyada o'qiyman, lekin olardim, nima desam bo'ladi? Bilimim yuqmasdim yoki mayli ozgincha tushunardim, lekin sizniki zo'r tushuntirar ekansiz-da. O'shaning uchun sizni ushladim. Rahmat. Ilm olish kerak ekan. Hamisha ilm, bilim olish kerak ekan. Chunki bilim, ilm olgan saringiz sizni martabangizni ham ulug' qilar ekan. O'zingizni sevsangiz, yon atrofingizdagilar ham sizni sevar ekan. Avvalambor siz o'zingizni sevishingiz kerak. Bir xilgina o'zimni sevar ekanman deb, egoist yo'lida emas, inson qalban o'zini sevish kerak ekan, o'zi aslida. Bir xilgina sevgini noto'g'ri tushunadi odamlar, xudbinlik darajasi tushunishadi. Men ishim nima? Yo'q, men o'zim yaxshi ko'raman. Yo'q, bu noto'g'ri sevgi. Bu xudbinlik, bu egoistlik darajasi. Hech kimni o'ylamaslik. U o'zligingizni sevish, u boshqacha. O'zingizni borligingiz, yaxshiligingiz. Bir xilli men yetarli emasman deydi, men yaxshi emasman, men chiroyli emasman deydi. Menga kim qo'yibdi deydi. Bu degan men yetarlicha ayol emasman degani. Ana endi mana shuni o'zgartirish uchun u o'zini boricha shu dunyoda bor ayol bo'lib tug'ildi. Shuni yaxshi ko'rib olish kerak. Ko'pchilik bekor men qiz bola bo'lib tug'ilganman deydi. O'ziga kres qo'yaveradi, erkak yopilaveradi. Qatdan ham shu qiz bola bo'ldim deb ayolligini qabul qila olmayotganlar bo'ladi. O'zi bu borligi uchun shu Alloh taolo mana shu dunyoga ayol qilib yaratib qo'ygan uchun shuni qabul qilib olish kerak. Birinchisi ayolligini. Keyin bo'lib ketaveradi. O'zidagi pretenziyalarni olib tashlash kerak-da. Nima uchun? Bilim. Degan o'zingizni qanchalik sevdingiz, o'zingizni yaxshi ko'rdingiz va atrof sizni sevishni boshladi. Siz qaynisingizni bolalarini ham qabul qiling deb aytdingiz-ku. O'shanda ularni boricha qabul qilib, ularga ham sevgini berib, anaqa to'g'ri yo'llarni ko'rsatib, hamisha duoyimda sizlarga telefon qilsa, keyin настроением yo'q edi, siz meni настроениямni ko'tardingiz, kuldirib yubordingiz. Qancha savob olyapsiz. Rahmat. Keyin ovqat yeyotganimizda keyin boringizga shukur. Sizdagi kinoyni men ko'rmaganman. Men birinchi marta ko'ryapman sizni. Rostdan aytyapman, javob. Kimni kinoyi shunaqa, qarang. Oldida duosi. Siz boshqachasiz. Rahmat kattakon. Meni Allohim boshqacha qilib yaratganda deb qo'ydim o'sha yerda. Qarang, zo'r, sizga kelinlik kelsin. Zo'r. Bular qarang, qaynsinglingiz o'tib qolganlar. O'sha o'tib qolgan nimalarni ham yetimlarga ham qaranglar. Yana qaynagachilar mana. Ben shu yerda o'tirgan kelinlarimiz bormi? Kechagina yozinglar, kim qaynasidan rozi? Ikkita odam yozishdi-da. Hech kim yozmadi, qaynasidan rozilarchi. Mana shu yo'q-da. Hamma alami bor-da, qaynasidan yozishmadi. Ana endi mana hozir motivatsiya bor. Qaynasini yomon ko'radiganlar, qaynona bilan chiqish olmaydiganlar. Qaynona bilan kim chiqish olmayapti? U qaynonadan ayb qidirish kerak emas, inson o'zidan. Hammasi o'zidan. Biz qaynona, biz chunki insonlar shunga o'rganganmiz. Aybdorlarni qidirishga o'rganib qolganmiz. Mani hayotim cho'tin yetuvmi? Bo'ldi, anu aybdor. Yoki men. Agar oyi ada siz mana shu bolaga bermaganingiz, men baxtli bo'lardim. Agar hozir mana shu yuragimni siqmaganlaringda bolalarimizdan ayblaymiz. Men tuzuq bo'lib pul topgan bo'lardim. Senga men krossovkangni olib bergan bo'lardim. Je bo'lmasa ko'chadagi magazinchini quruq choy qolmabdi, uni ham ayblaymiz. O'sha olib kelib qo'ysa bo'lmasmidi deb.
o'zimizda emas, faqat tashqarida. Men neto'man, men kasalman. Mani yuragimni siqdi, mana shu siqdi, rahbar siqdi, erim siqdi, men shuning uchun kasal bo'ldim deb aybdorlar qidiramiz. Bilinglar, aybdorlar qidiryapsizmi? O'z solmaymiz va pastga tushib ketyapmiz. Ong daraja pastga tushib ketaveradi. Xo'p, zo'r, juda ham xursandman anglashlaringlardan va bizni qisqacha energetik nuqtalar to'g'risida ham nima qilamiz deb ozgincha tema nima qilamiz deb aytdim. И keyin meditatsiya ishlaymiz. Tak 12 ham bo'lib qopti. Xo'p, energetik nuqtalar bor. Bilasizlarmi, hammada energetik nuqtalar bor. Bu to'g'ri ilmiy nuqtai nazardan nima qilinmagan bo'lsa ham, lekin keyin bu simvolitskiy tomonlama energetik nuqtalar deymiz. Endi qarang, nega men bu temani olib chiqyapman? O'zi aslida energiya bu nima? Agar ilmiy tomonlama aytadigan bo'lsak, sizni energiya hayotiy jarayonlaringizni yuritib beradi. Yuragingiz urishiga energiya kerak. Miya puls urishiga energiya kerak. Hujayralar kislorod olishiga hamma hujayralar energiya kerak. Bu ilmiy. Demak, ilmiy asosi bioenergiya, elektr impulslar va kimyoviy energiya. Endi energiya bu his-tuyg'ularingiz ham energiya. Endi salbiy his-tuyg'ularda bo'lasizmi yoki ijobiy tuyg'ularda bo'lasizmi? Bular ham hammasi energiya aslida. Ana endi ruhiy ichizlik kuch qanaqa? Agar siz ruhiy kuch bo'lmasangiz, stержningiz baquvvat bo'lmasa, bir pasda sizga udar kelsa, orqangizdan kimdir g'iybat qilgan eshitib qolsangiz, yiqilib qolasiz. Xafa bo'lib qolasiz. Demak, ruhiy kuchingiz baquvvat emas. Agar sizda fikrlar ko'p bo'lsa, mana shu ruhiy kuchingizni sindirib urishadi. Ana endi bu stержень ruhiy kuch baquvvat bo'lib, energiya zo'r bo'lishi uchun bu hammasi mana shu energetik nuqtalaridagi nimalarni tozalab tashlashimiz kerak. Hayotga ishtiyoqingiz qay darajada? Mana hayotga ishtiyoq o'chib qoladi. Bor, yashagim kelmayapti. Fashcha charchab ketdim. Mana shundoq qarzlarim, bolalarim uylantira olmayapman, to'y ham qila olmayapman, jonimga tegib ketdi, uyimni qura olmayapman. Bu demak sizda полностью his-tuyg'ular sizni pastga irg'ityapti, pastga tushirib tashlayapti va sizni energiyangiz haligi bochka teshilib qolgan. Yo'q energiya. Chunki motivatsiya o'chib qolgan, ruhiy kuch yo'q degani. Ana endi bu demak, xursandlik, zavq, quvvat sizni ijobiy his-tuyg'ularingiz balandligidan. Agar siz xafa bo'lib, nolib, bekor mana shunaqa bo'ldi hayotim, hadeb achinib ketayotgan bo'lsangiz, demak siz pastki nimalarda, energetik chakralarda yashayotgan bo'lasiz. Xo'p, chakralar bu demak ruhiy simvolik ma'nosida, o'zi aslida ezoterikada chakralar ruhiy ta'limotlarda energetik nuqta. Endi qarang, birinchi mana shu tos qismingiz. Agar siz tos qismingiz matkangizda bu tos qismi birinchi mana shu qism, pastki qism xavfsizlik va moddiy asosga javob beradi. Endi sizda hozir bu yerda matkangizda ayb bo'lsa, matkangiz tos qismingiz bezovta qilsa, demak bu bo'yicha ishlashingiz kerak bo'ladi. Demak, kasalsiz. Qaysidir kasalliklar sizni qiynayotgan bo'ladi. Endi bel qism bu lazzat va ijodga foyda nima berar ekan, javob berar ekan. Endi agar siz mas'uliyatingiz ko'p bo'lsa, mana shu bel qismingiz sizni bezovta qiladi. Mas'uliyat, majburiyatingiz ko'p bo'lsa, belingiz og'riydimi qaysi biringizni? Qaysi o'rinda? Ana, mas'uliyat. Mas'uliyat, majburiyat. Xavotir, xavfsizlikda. Endi qarang, 3-qism deydi, 3-chakra deydi. Bu demak kuch va o'zini qadrlash. Bu qorin sohasi bo'ladi. Agar sizda hazm qilishingiz, ya'ni hayotni hazm qila olmayotgan bo'lsangiz, oshqozoningiz bezovta qiladi. Pochka, jigar, bormi bezovtaliklar oshqozoningizda? Va bu qism, ya'ni mana shu qism sizni ya'ni nimaga beradi? Ishlash, pul topishga javob beradi. Agar oshqozon bezovta, chunki men o'zimda ham oshqozon bezovta qilardi, menda ham pulsizlik bo'lgan, tushunib yetganman, qaysi odamlarning gaplarini hazm qila olmaganman. Qaysi o'rinda oshqozon bezovta qilmaydimi? Bezovta qiladi. Ko'rasiz, hazm qilishingiz demak sizda nima? Ya'ni tashvishlar ko'p bo'lsa ham mana shu yer bizada bezovta qiladi. Endi
ko'krak qism, qani ko'krak qismda kimda minusovka, ya'ni ko'krak qism 4-chakra deyilsa, bu 4-chakra desak agar, bu muhabbatga javob beradi. Muhabbat o'zini qadrlashga. Yuragini bezovta qiladimi? Ha, mana shu yurak. Demak, alam, tashvish, kechira olmaslik bo'lsa, yuragingiz bezovta qiladi. Bilavering, sizda agar mana shu joy, mana shu qismingiz bezovta qilyapti, mana bundoq bossangiz og'riydi, mana bunday hilpiraydi, qanaqadir g'alati hislar yoki bezovtalik, nimadir senchib qolishi, yuragingizga har dori ovursangiz, demak, mana shu qism, mana shu energetik nuqtalaringiz, energiya qismlaringiz, demak, shikastlangan. Yuklar ko'p. Buni ishlab chiqqaningizdan keyin bu ochiladi. Qarang, o'zi energetik nuqtalar juda ham ko'p. 8400 ta deyilgan. Shundan ko'proq. Nimani o'zida quloq o'zida 50 ta nuqta bor ekan. Bu signallarni olasiz, qabul qilasiz, polностью mexanika mana shunaqani bajarib berar ekanda, qayerda qanaqa gaplarni olib hazm qilib, ya'ni nimani eshityapsiz, nimani eshita olmayapsiz, ana shularga javob beradigan nuqtalar bo'lar ekan. Xo'p, demak, agar sizda alam tashvishlar ko'p bo'lsa, demak mana shu yer 4-chakra, ko'krak, ko'ksingiz, yuraklaringiz bezovta qilar ekan. Agar sizda bo'yin, tomog'ingiz nuqul og'riversa, tomog'ingiz bezovta qilsa, zo'b bo'lsa, bu siz ifoda eta olmayotgan so'zlaringiz bor. Bormi? Tomog'ingiz ko'p deydiganlar bor. Men oldin tomog'im ko'p og'riydi. Bolalikdan tomog'im ko'p og'riydi. Ko'ryapsizmi? Mana marhabo, sizda tomog'ingiz nastinka qanaqa edi? Aytolmagan, indamay, onasi bir urush bersa ham, boshqa qilsa ham, ovqating manaqa bo'lsa ham, indamay chidab, shunaqa ekandek. Juda ko'p. Haqiqatda aytolmaydi, ko'p narsa. Ana, ko'p. O'shani siz yoritib, mana shu o'g'lingiz bilan gaplashishingiz kerak. Ko'rasizmi? Tomog'i ko'p bezovta qilyaptim, demak, u o'zini ifoda eta olmayapti. Men o'zimni eslayman, bolaligimda ko'p tomog'im og'riydi. Judayam ko'p og'riydi. Keyin men o'sha ilmni, bilimni o'rgangandan keyin, demak, onam gaplarni ayta olmaganlar. Qaysi o'rinda? Bolada aks etib oladi bu. Bola har tomog'i og'riyaptimi? Yo'talib yotibdim, dori quvras tuzalmaydimi? Demak, sizni gaplaringiz bolada aks etadi. Gapira olmayapsiz. Yo'q qaynotangizga, yo'q qayningizga, yo'q eringizga gapira olmayapsiz. Kimga nimalarni gapira olmayapsiz. Mana shular ustida ishlash kerak bo'ladi. Endi demak, sizni qo'yingiz anaqa mikrofon shunday beradi, ularga mikrofon. Anaqa bo'lib yotdi. Ham yiringlagan, ham tamatik toshgan. Anginaga tamatik toshini o'zim umrimda birinchi marta ko'rishimda. Ayni o'sha damda haqiqatdan men bilan xo'jayinning oralarida juda ko'p muammo bo'layotdi va men qancha gap ichimga yutayotgandim. Shuna mashqimda tiralaverib gapira olmayotgandim. Bu o'g'limda o'sha narsa haqiqatdan unaqa bo'ldi. Men больницаga tushdim. Indiniga ham, ertasiga ham onamlar telefon qilib qolib xabarlar bo'ldi. O'zi aytmoqchi emasdim больницadaligini xotira olaylar deb. Lekin kamera video vizitda telefon qilganlarni ko'rib qoldi. Aytsadan nima bo'ldi deganlar. Ular shunaqa ham anginasi, ham stomat toshibdi, ham yiring toshibdi desam, nima gaping bor edi, gapira olmayapgan dedilar. Kimda ular yo'q, hech narsa gapim yo'q dedilar. O'zlaring biladi, psixologlar onalar. Ishlaganlardan keyin ancha anaqa bo'ldi-da. Menga ham shu nimadir anaqalarim bo'lsa, bolalarim bilan qanaqa muammoyim bo'lsa, sirazi tahlil qilib berib, sirazi mashina qilgan deydigan bo'ldilar. O'sha joyda aytdilar menga, top birorta qog'ozmi, ruchkami, o'sha anaqa sanitarkalardan kimdan so'rasangiz so'raganda oldinga yoz o'sha gapingni dedilar. Shunday qaynonangga aytolmayapsan, eringga aytolmayapsan, kimga dedilar. Kimda o'ylanib, haqiqatdan erimga aytolmayapti, mana shunday yutib tiralayotgan gap bor edi. Yomon qattiq tiralayotdi. Subhanalloh, o'sha o'g'limni juda qattiq unaqa bergan ekan. Uni qiynalgan ko'r, u payt hali emizardim. Emni ham qo'ydi-da, даже og'ziga ololmay qoldi. Shu darajada bu onani akslantirib beradi. Bola 13-14 yoshgacha onani akslantirib beradi. Bolada kasalmi, demak, sraz biz
darrov doriga yuguramiz, darrov doktorga yuguramiz, analiz topshiramiz, faqat mana shunaqa tashqi olam bilan bog'lanamiz. Aslida o'zi ruhiy tomonlama menda nima ketyapti, bolam shunaqa kasal bo'lyapti deb savol berishimiz kerak edi. Endi buni ilm olayotgan, bilim olayotgan, o'zini ustida ishlayotganlar darrov tushunib oladi, o'zini tozalab, bola tuzaladi. Chunki menda ko'p qizlar bo'ldi-da, Dilrabo ani kursda rosa yozishdi-yu. O'zimni tuzatdim, bolam tuzalib ketdi. Shamollashi ham yaxshi bo'lib ketdi, tomonlari ham yaxshi bo'lib ketdi. Shunaqa bo'lyapti. Alhamdulillah. Gapirmaydigan bolam sekin-sekin voy mashalloh gapiryapti. Arabcha harflarni 100% gapirmayapti, lekin o'sha eshitgan anaqalarini yodlab bir-ikki aytib yuribdi-da. Arabcha harflarni, arabcha sonlarni, ba'zi ranglarni qilib, biz birdan bir eshitib qolgan gaplarni ham salsa takrorlayapti. Zo'r. Inshaalloh. O'sha больницаga tushganimizda o'sha onam aytganlarini endi u paytda man sog'lom yo'l bilan qilmadim. Men o'zim nosog'lomlik bilan qildim, chunki xo'jayinim ayni o'sha kuni o'zlari nima deydi, jig'imga tegib qoldilar. Gap ochib qoldilar. Keyin men u gaplarni hammasini ichimdan xo'jayinim o'zlariga yozdim. Aslida menga qog'ozga yozib chiqarib yubordilar. Endi uni qog'ozga yozsa sog'lom chiqarib olish bormi? Nosog'lomlik u inson o'ziga yetib dilini og'ritib qo'yish. Men o'sha yo'lini qildim. O'sha paytda chunki shu narsaga majbur bo'lib qolgandim. O'sha vaziyatga to'g'ri kelib qoluvdi. O'zlari gapirib ochib qo'yuvdilar battarroq. Keyin butun anaqamni zahrimni sochdim-da. Lekin subhanalloh o'shandan keyin chiqib ketdim. Men bunday narsa o'zimda qo'yib yubordim. Ertasiga o'sha bolam yaxshi bo'ldi, alhamdulillah. Emishni boshladi. Sraz ya'ni bu zo'r ishlab beradi o'ziga-da, bir kunni o'ziga. Yukni tozalab olish uchun bolalar ham tuzalib ketadi. Bittadan blokda ushlab turgan bo'lgan. Juda ham qattiq o'shanga bo'lgan ekanman. Bechora bolam qiynalganini ko'rib o'zim qiynalib yig'lab yuborayotgandim-da. Qattiq imomiyotganiga, qorni och yig'layotdi. Ham dorilarni tiqib yotdi, kapelitsadan olib yotdi. Bechora chirillatib, kapelitsa, ukol, antibiotiklar qilib unga battar yuragim og'riydi. Keyin o'sha onam aytganlaridan keyin o'sha qog'oz topishga o'zi anaqa bo'lmadi. Yig'lavergandan qo'limda ko'proq bo'ldi. Keyin kechki paytga o'sha portlab o'zlariga yozgandan keyin kechqurunga o'sha 12 dan keyin o'sha bola minishni boshladi. O'sha spokойно uxladi. Ertasi kunga o'sha energiya qo'yib yuborib, chiqarib yuborishdi. O'zi bir hafta hali 10 kun yotsa kerak deb olib qolishdi. Hammasi bu energiyalar, ko'rinmas to'lqin, chastotalar. Har bitta mana shu energetik nuqtalardan chastota, to'lqinlar chiqadi-da, ko'rinmas va atrofga yoyiladi. Siz agar kirlanib ketgan bo'lsangiz, salbiy energiya, salbiy his-tuyg'u bilan yashayotgan bo'lsangiz, bola buni his qiladi. Farqi yo'q, bola ham, eringiz ham kim yashayapti? Hattoki mushuk kuchigacha his qilar ekan bu narsani. Inson energiyasi kuchli, insonniki kuchli, energetik to'lqinlari. Endi qarang, demak davom ettiramiz. Qarang, mana shu joyimizni, peshonamizda ham 6-energetik nuqta chakralar deydi. 6 bu nima? Energetik nuqta. Demak 5-6 bu nimaga javob beradi? Fikr ravshanligi va intuitsiyaga. Qarang, intuitsiyani ko'pchilik yopiqda. Va agar sizni ko'z bezovta qilsa, quloq bezovta qilsa, suv ichib oling, Lola, sal ko'z anaqa qilyapti. Ichingizda suv ichib oling, sal anaqa qilyapti. Ko'tarishni bo'lyapti. Mana suvlarimiz bor. Bu go'yoq energiyalar ko'tarilib, o'zi anaqa transformatsiya ketadi-da. Demak, ko'z agar bezovta qilayotgan bo'lsa, qulog'ingiz bezovta qilmayaptimi? Ko'z qulog'inglar yo'qmi, bezovta qilmayaptimi? Ko'zim oxirgi payt ko'p menda atrofimda bitta qorong'ilashma qilaveradigan narsa bo'lib qoldi. Ko'p shu narsa jarayon bo'lyapti. Bir kunda 2-3 marta takrorlanadi. Pashti har kun ya'ni. Bitta ko'zim ochib, xuddi bir joyda o'tirsam, xuddi men tanam turibdi og'ir, lekin xuddi men ruhimda aylanib kelib kiryapti. O'xshagan narsa his qilaman, ya'ni bitta xuddimda chiqib ketib kiryotganga o'xshayman. Malata o'zimga malata bo'lib ketdi, xuddi atrofim aylanyapti, o'zim tanam og'ir his qilaman. Qimmalamay o'tiraman. O'ylaymanki, agar hozir tursam, to'shni yiqilib tushaman, boshim aylanyapti deb o'tiraman. Bitta to'lqinlanib qaytib keyin o'zim kelib qolaman. Doktorga ko'rsatdingizmi? Yo'q. Kelganimga endi 4 kun 5 kun bo'ldi-yu. Qisman tozalanishda ham shunaqa bo'ladi. Shunaqa ham deb o'yladim. Chunki bir xil doktorga bordim, 6 oydan tuzala olmayman. Bitta men texnikani qildim, tuzalib ketdim deyshadi-da. Endi bu ichki ruhoniyat bilan, emotsiyalar bilan ishlanadigan nimalarda. Demak, ko'zda nima bo'lsa, bu qalbning holati. Mana shu joy ichingizdagi holatga javob beradi. Quloq, ko'z, demak, mana shu yerda
fikrlash nimalaringizda ko'p yig'ilib ketsa ham salbiy fikrlar o'ylovlar tashvishlar ham bo'lsa nima bo'ladi qanaqa bo'ladi desa ham men bu joy bezovta qiladi ya'ni bu ochila olmaydi intuitsiya seza olmaysiz intuitsiyani ham ochish uchun ham nima qildik-ku energiya kursidachi intuitsiya bo'yicha demak intuitsiyani ochish uchun ham siz sezasiz his qilasiz aqldan kelayotgani bormi yoki qalbdan ichga kelayotgani bormi shuni ajratib olishga endi bu bilan o'rganib olish kerak bo'ladi ho'p demak keyin esa bosh tepasi bosh yuqori tepa ma'naviyat va chuqur ong endi bu onglar yuqori siz уже his qilasiz bir xil aytadi voy man уже yuqoridan sal ilhom olaman deyishadi his qilaman shunaqa odamlar boru eshitamiz dilrabo bir siz ham bir nima qilardingiz сразу sezaman ya'ni qaysi o'rinda inson mana shunaqa yuqori onglarga o'tib ketadi energetik o'zini ustida ishlasa ochilib qoladi siz уже his qilib olasiz odamlarni his qilish hozir уже ko'pchilikda bor ekan qarasam уже qizlar уже o'zini ustida ishlayotganlar man уже his qilaman sezaman o'sha narsa сразу bo'ladi deyishadi da и keyin bu narsa yopilib ham qoladi sezdingizmi yopilib qolgani qachon nima bo'ladi man tushuncham bo'yicha chakralarni ana yashang man yuqoriga chiqdim aslida qaysidir joyi saqlanib qoldi и yana yopildi bo'ldi mana shuni zo'r anaqa qilib berdingizda his qilaman narsa ko'p bo'ladi qarang demak hozir mana dilraboni tushunchalari bo'yicha qarang birinchi aytyaptilarki pastda mana pastdan tozalanib tepaga chiqsa oxiri 7 chakraga chiqib ilohiy o'sha uchib yurish o'sha yerda maza o'sha yerda xotirjamlik hamma narsa o'sha yerda yurib turamanda ozgina vaqtdan keyin yopilib qolaman hamma man o'ylagan niyat qilgan narsalarim sraz bo'lmay qoladi yetadimi 3 kunda bo'laveradi mana sraz bo'ladigan bo'lib qoldi bularda aytganlari amalga oshadigan bo'lib qoldi bunaqa qizlarni ko'p ko'rdim tajribamda keyin yana yopilib qoldim nimaga deb yana o'sha pastga nazar solaman o'sha pastda birinchi chakrada nima bo'lyapti ikkinchisida qayerda man to'xtadim o'shani keyin anglaganimdan keyin ochaman yana tozalab olganingizdan keyin yana chiqaman o'shani shlanka bundoq bo'ladigan bo'lsa ichi to'planib qolsa bundoq musorni tushirsangiz tushadi u agar toza bo'lsa tepaga ana havoda tepada chiqib ketaveradi shunaqa zo'r o'shani tushunyapman qancha inson o'zini ustida ishlasa shu energetik nuqtalar tomonlama endi tushuntirib berdimda endi hozir ilmiy tomonlama bu hammasi ong osti bular hammasi bitta narsa diniy tomonlama qalb holating deymiz qalbimda dog'lar ko'p qalbimda devorlar ko'p qancha ochish kerak demak istig'forlar tavbalar bizni psixologiyada mana bunaqa texnikalar raskopkalar bilan ildiz va bolalik ichki bolalik ho'p demak sizlarga meditatsiya beraman tayyorlaganman qaysidir ma'noda tushundingiz angladingiz qarang hozir qaysi o'rinda tashvishlarimiz bor qaysidir o'rinda baribirga ham to'g'rimi eng uyga chiqishim kerak ana kimda qanaqa aytinglarchi kimda qanaqa muammolar chiqishim kerak oldin dom serildimda aytaman Allohim bekorga mashqam uchastkani ham mazasini tatib ko'rdi bekorga shu ishni ham mana qilmaganmanda lekin bu ishni man nima desam agar o'zim bilan kelishmaganimda bu ishda sohada ishlolmasdim marhabo hozirchi shu ishda ishlab turamiz qancha ishlayman bilmayman lekin o'zingni sohangni topguncha shu ishda ishlab turamiz o'zimga o'zim so'z berib ko'ryapsiz o'zlari bilan kelishmaganlar mana shu zo'r kelishyapmiz ana kuni manda qaysi biznes ochdimda endi maniki emas bilmayman lekin pulam kerak deyaptilar mana shunaqa paytda boringiz bilan ishlab turasiz qachonki o'zingizga chiqmagunizcha o'zingizni missiyangiz chiqmaguncha bunaqa ikkilanish pastga tushaveradi maniki emasmi bu ish to'rtchilik nima qilaman bir klient bor bir klient yo'q endi nima bo'lar ekan balki maniki emasdir deb o'zini tushaveryapti ko'pchilik tushunyapsizmi bormi shu bordan foydalanish kerak
keyin o'zi sizga Alloh yo'latib qo'yaveradi. Qaysi aynan sizni missiyangizdagi tanlovlar. Xudo xohlasa mana ayol farovonlikda mana shu missiyani zo'r ochib beramiz inshaalloh. Xo'p. Demak, mana bir anaqam bor. Chiroq o'chirib yuborasizlar. Bu keyin qanchalik ko'rinadi, qanchalik nima qilinadi? Sarmiz, mana bu anaqamiz bormi bizlarni? Voy, ochilib anaqa qilamiz ekan. Mana. Bizni meditatsiya qilamiz, bizni tepaga chiqamiz. Tashvishlarda, matritsada. Ya'ni tepaga chiqish qanaqa? Bu yerdagi tashvishlardan. Ha, yangi energiya. Qani, chuqur nafas olib, nafas chiqaring. No, endi bu muzika boshqa emas. Lekin siz qanchalik anaqa qiladi? Havo bormi? Havo isib aniq ketmayapsizlarmi? Xo'p. Hayol biz chiqib ketamiz. Ya'ni simlar bo'ladi. Bu yerda o'rgimchak to'g'ri. Biz hozirgi yer nimasida juda ham tashvishlar, xuddiki energetik simlarda, mana shu simlarni yorib, eritib chiqib ketishimiz kerak. Hop, tasavvuriy, ya'ni simlarni yorib kosmosga chiqamiz. Hop, tepaga chiqamiz. Ya'ni tashvishlardan xalos bo'lib, uzilib eritishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerdagi endi qizlarga qanchalik nima? Qorong'i bo'lish kerak-da, juda qop-qorong'i bo'lish kerak. Qorong'ilik bo'lmayapti-da. Yulduzlarimizni yoqqanmiz. Bo'ladi, o'chirib keling. Ha. Saniz o'chirib. Qop-qorong'ida-chi, o'sha anaqaga chiqib ketasizlar, ha. Tak. Bu yoqda baribir o'xshamaydi. Qizil zapis qoldiraman. Bu yerda o'chiramiz. Xo'p, bu yoqqa qaramas ekanman. Ana endi sal nima qilasizlar? Hozir muzikalarim yoqaman, faqat bu yerda ham o'chirishim kerak bo'lar ekan qizlarjonlar. Hozir mana bu negativlarni yozsam ham xotirjam bo'la olmayapman. Iltimos savolimga javob bersangiz. Sizga javob berib ketaman. Negativlarni yozsam ham aynan tushunmayapsiz, qaysi og'riqingiz ketyapti. Xotirjam bo'la olishingiz uchun qo'rquvlar bilan ishlashingiz kerak. Muhayyo Batirovna, qo'rquvlar bilan ishlash kerak bo'lar ekan. Qo'rquvlar bo'lsa, xotirjam bo'la olmaysiz. Sizni bezovta qiladigan nimalar juda ham ko'p bo'laveradi. Shu uchun ham nima qo'rquvlar? Ayol farovonlik kursida batafsil kelinglar, o'rganamiz jonli va onlayn. Kuchli darsliklar, kuchli meditatsiyalar bilan. Hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz azizlarim. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.